Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi omonlik saqlashga munosabatli chiqimi 2017 yil oldingi yilga selishtirganda 3 hassa oshgan. Amerikaga joylashgan James Town fondi e'lon qilgan bir dokladga asoslanganda Xitoy 2017 yili Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari va boshqa tutib turish o'rinlariga 20 milliard yuan taxminan 2 milliard 900 million dollar pul xarjlagan. Bu oldingi bir yilga qaraganda %213% oshdi deganlik bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda Germaniyadagi Yevropa madaniyat va ilohiyat institutining tadqiqotchisi Adrian Zins gumondorlar haqidagi taftish qilish chiqimining muqim holatini saqlaganligi, shundoq bo'lishi qaramay 2016 yili 2017 yili turmalarga qilingan chiqimlarning mo oz deganda 2 hassa oshganligini o'tirib qo'ydi. Kanada, Fransiya va Germaniya boshchiligida nurg'un g'arb davlatlari seshanba kuniki Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida Xitoyga kishilik huquq faoliyatchilari 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarning tutib turilayotganligini ta'kidlayotgan yig'ilish lagerlarini taqash haqida chaqiriq qildi. Barliq a'zo davlatlar uchun har 5 yilda bir qatim kishilik huquq doklati e'lon qilinadigan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi bu hafta Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga qarab chiqmoqda. Yig'inga qatnashgan Xitoy vakillari bo'lsa, oz sonli millatlarning huquqini qo'g'daydiganligini aytib o'zini oqladi. Lekin g'arb davlatlari orqa-orqadan Xitoyni tanqid qilib, yaqinqi yillardan buyon Xitoyning kishilik huquq vaziyatining jiddiy yomonlashganligini, bo'libmi Sharq Turkistondagi musulmonlarga qilgan muomalasiga sal qarashga bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Fransiya taratqullarining bexatarlik tarmoqlaridan naql qilib bergan xabarlarga qaraganda, Fransiya prezidenti Makronga suiqasd qilishni planlagan sababli 6 nafar oshkon 10 kishi tutilgan. Fransiya BFM televiziyasining xabarida aytilishicha, Makronni nishon qilgan bu qasdlash planiga doir tekshirishda 6 kishi qo'lga tushgan. Ahvoldan xabardor matbuotlarning bildirishicha, bu 6 kishining Makronga qarshi zo'ravonlik harakati olib berishga tayyorlanganligi sababli qo'lga ilingan bo'lib, ularning oshkon 10 ekanligi bildirildi. Necha 100 million musulmon yashaydigan Hindistonda Taj Mahal maqbarasida namoz o'qish cheklandi. Buningdan burun Taj Mahal maqbarasida juma namozi o'qishni ma'ni qilgan Oliy sud bu qitim boshqa namozlarni chekladi. Hindiston arxeologiya tekshirish idorasi Taj Mahalda 5 vaqt namozni o'qishni cheklanganligini e'lon qildi. Türkiye Büyük Birlik Partiyasining raisi Mustafa Dastici Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonda musulmon turk nopusini azaytishni maqsad qilayotgan bir siyosat yurgizayotganligini ta'kidlab, Xitoyning bugun tarixidagi Gitlerdan nima farqi va mayli ustixonlarini ezib sopini yassin yoki o'zligini va kimligini yo'qotsin, biz bu yerda har ikkilisining assimilyatsiya va erki qirg'inchilik bo'ladiganligini aytib dedi. Indoneziya İslomiy Mudofaa fronti tashkilotining rahbari Rizq Shihab Saudiya Arabiston soqchilari tomonidan qo'lga olindi. Indoneziya İslomiy Mudofaa fronti rahbari Muhammad Rizq Shihab yaqinda o'ltiraqlashgan Saudiya Arabistonda omonlik kuchlari tomonidan tutib ketildi. Indoneziya tashqi ishlar ministrligi Shihabning Makkada so'roq tortilganligini dalilladi. Sharq Turkistonning nurg'un joylarida ota-onasi yig'ilish lagerlariga qamalgan egichaqsiz bolalar Qashqar, Xotan va G'ulji qatorliq joylarda ta'sis qilingan xitoylashtirish markazlariga o'rinlashtirildi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda oilalardan majburiy bu o'rinlarga elib kelingan Uyg'ur farzandlarining rasmlari e'lon qilindi. Bolalarning kichiklari 1,5 yosh, cho'nglarining 4 yosh ekanligi ma'lum. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash Uyg'ur farzandlari bu o'rinlarda oila tarbiyasi, urf-odat, milliy madaniyat, til va yezikdan mahrum qilinib, xitoylashtiriladi, yotlashtiriladi va har vaqt xo'rlanadi. O'z millatidan nafratlanadigan, turk ekanligidan nomus qiladigan va mangu o'z millatiga o'ch adovat saqlaydigan bir avlod yetishtiriladi. Xalqaro jamiyatni Xitoy kommunistlariga qarshi harakat qilishga chaqiramiz dedi.